oldin o'tirib turishim qiyin edi. Hozir yaxshi. Juda ham yaxshi. Kiyganimda bunday bosaydim-da, oyoqqa. Qanday bosasiz? Ha, ichkariga bosasiz. Ichkariga bosaydim. Hozir mana shu yaxshi, to'g'ri yuraman. To'g'ri bosyapsiz. Ha, mana. Bu tomon kelinchi. Yaxshi. Salkam yosh kelincha bo'lib qolsiz. Ha, bismillah, hozir o'ynayman mana. Sizlar bilan charchamasdan. Rahmat. Mana hamma respublikadan kelayotgan bemorlar video yolinyapti. Tojikistondan qarasam kelayotgan. Tojikistondan. Mana opamiz 78-yil, o'ng tizza bo'g'imida osteoartroz kasalligining ikkinchi bosqichi, chap tizza bo'g'imida birinchi bosqichi ekan. Bu kasallik bo'yicha qancha nima olyapsiz? 3 yildan o'tdi. 3 yil bo'ldi boshlanganiga. Tojikistonda davolandingizmi, davolanmadingizmi? Yo'q, yotib davolangan. Davolanmadingiz. Yengil ichini olganman, yotib davolanganim yo'q. Juda ham yaxshi. Mana olib kelsangiz, qaraysiz, mana haqiqatda tizza bo'g'imidagi tog'aylarni yemirilishi mumkin mana. Yemirilgan o'chog'imiz tashqariga oqib qolibdi mana. Mana tashqariga oqib qolyapti. O'tda qush tumshug'iga o'xshaydi, mana oqib qolyapti. Endi bu haqiqatda 1-2 oy bo'lgan yo'q ekan, yil bo'libdi. Yana e'tibor qilayotgan bo'lsangiz, tizza qopqog'ining ichki qismida ham tog'ayli qismi bo'ladi mana. Tog'ayli qismi ham oqib, mana ichki qismiga to'g'lanib qolyapti mana. Ko'ryapsizmi mana? Shu tizza bo'g'imini bukib yozganda ham ziyon yetkazar ekanda. Tojikistonda ko'p davolanmasdi bo'lmasami? Bir O'zbekistonda kelib davolangiz ketdi. Ha, siz YouTube'da ko'rib qolib, chaqa kelaman deb chaqa keldim. Juda ham yaxshi. Mana YouTube'da ko'rib kelgan bo'lsangiz, qanday bo'lyapti muolaja? Yaxshi. Bugun nechinchi kuningiz? Bugun 10-kun. Ketayotgan kunim yaxshi, oldingidan. Oldin o'tirib turishim qiyin edi. Hozir yaxshi. Juda ham yaxshi. Tojikiston xalqiga nima deysiz? Tojikiston xalqiga nima deyman? Tojikiston xalqi kelsin. Mana Dostonjonning qo'li yengil ekan. Oyog'im yaxshi, Xudoga shukr. Yaxshi bo'ldim. Tojikistonda menimcha tizza oralari ko'p bo'lsa kerak. Ko'p bor, ha, elchilik bor, ko'p. Aha. Shularga tavsiya qilaman, kelishsin. Sizga davolangani. Mana Dostonjonning muomalasi ham yaxshi, qo'llari ham yengil ekan, ilom yengil bo'lsin. Qilingan muolajalarda natijasi bilyapsiz, natijasi yaxshi, ancha yaxshi. Agar natija bo'lmasa, bu 10 kunda ham bilinmaydi. Natija bo'lmasa demoqchiman-da, hozir natija yaxshi bo'lyapti. Yurishlaringizni ko'raychi bitta qarang. Yurishlaringizni ko'raychi xola. Yaxshi. Kiyganimda bunday bosaydim-da, oyoqqa. Qanday bosasiz? Ha, ichkariga bosasiz. Ichkariga bosasiz. Hozir mana shu yaxshi, to'g'ri yuraman. To'g'ri bosyapsiz. Bu tomon kelinchi. Yaxshi. Salkam yosh kelincha bo'lib qolsiz. Bismillah, hozir o'ynayman mana. Kelinchi tomonga, mana. Juda ham yaxshi. Mana Tojikistonlik opamiz 78-yilsiz, yoshsiz, nimaga erta kunda bu kasallik shakllanib qoldi sizda? Savol. Bilmasam. Qanaqa mehnat qilasiz endi? Tojikistonda bir mehnat og'irmi yoki ayollarni ko'proq ishlatishadimi? Yo'q, kim biladi endi. Yo kasbiy faoliyat deymizmi, yo vesimiz deymizmi? Nimadan keyin olib qoldi? Yoki palapartish mehnatmi, yo hayot turmush tarzini noto'g'ri bo'lishimi? O'zim ham hayronman. Mana bularga gurumbiylarga yeb ichishimizda molni oyog'ini ko'p yeymiz. Ha, molni oyog'ini. Kalsiy ko'p. Qassobchilik qiladi uydagilar. Hop, go'sht ikki oyoqda turib savdo qilganmiz lekin vaqtida. Nima sotgansiz ko'proq? Shu savdoda go'sht sotib. Uydagilar qassob, siz go'sht sotgansiz. Yo'q, ha, pul terganman-da, tik oyoqda, sovuqda ham, issiqda. Pul qanaganmisiz? Mana shunday ham inobatga olishimiz kerakki, kim ko'p pul topayotgan bo'lsa, tizzasi olib qolar ekan-da. Bilmasam endi. Shundan yoki mumkin vesimdandir. Yoki bilmasam endi. Nima bo'lsa og'rib qoldi o'zidan o'zi. O'zidan qoldi. Bo'ldi. Endi bu soha bo'yicha mana ko'p bemor davolayotgan bo'lsak, mana koronavirus hisobiga bu kuchayib qoldi deyapmiz. Ana shu gapingizni ham eshitdim men. Sizmi shuni COVID hisobiga ham kuchayib qoldi. Xohlagan insonda yo quyim ichida yoki tizza bo'g'imida shakllanib qolishi mumkin ekan. Ana shu COVIDdan keyin haqiqatan ko'p og'rigan. Ko'payib ketdi. Bo'lmasam go'sht ichidaman deyapsiz-ku. Go'sht ichida, pulni ichida bo'lgan odamda tizza og'rimasligi kerak o'zi aslida. To'g'rimi opa? Umringiz uzoq bo'lsin. Mana shu opamizni ko'rib turgan bo'lsalaringiz, Tojikiston xalqiga alangali salom. Bemalol Farg'ona shahriga kelishlari mumkin. Artapet Dostonbek men xizmatchidaman. Shu soha bo'yicha, ya'ni jamiki suvay bo'g'im kasalliklari bo'yicha aziyat chekayotgan insonlarimiz bo'lsa, kelsin. Qo'limizdan kelgancha yordam qilamiz. Yordam qilyapmiz-ku, mana to'g'rimi? Bizning sohamiz 0 yoshdan 100 yoshgacha, ya'ni yangi tug'ilgan chaqaloqdan boshlab 100 yoshgacha suvay bo'g'im kasalliklar davolaymiz ekan. Endi biz hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqda ko'proq yosh kattalardan suhbatimiz chiqaryapmiz. Endi ana yoshlarimizga ulgurmayapmiz. Xudo xolasa kelajakda mana shogirdlarimiz bilan yoshlarni ham chiqarib, shu soha bo'yicha qiynalayotgan insonlar bo'lsa, bilmagan ma'lumotlarini oladigan darajadagi informatsiyalarni aytamiz. Shunday. O'zingiz ehtiyot qiling. Endi sizga menimcha javob bo'lsa kerak-a? Ha, bugun 10-kunmi? 10-kunimi? Desam birinchi menga. Muolajalarni olibsiz mana. 8 dona kislorod olibsiz mana. Qani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ur. Tojikistondan kelganingizga bitta qo'shib qo'yishdi, ha? Aksiyaga 9 ta bo'libdi kislorodini. Juda ham yaxshi. Endi oladigan bir ikkita ukollaringiz bor, shu ukollarni yozib beraman. Uyda davom ettirasiz. Albatta mana ikkinchi bosqichi yemirilish 78-yil ayolda albatta 2 oydan keyin qayta ko'rikka kirishingiz kerak. Eslab 2 oydan keyin Tojikiston bilan O'zbekiston do'st mamlakat. Bemalol kelishingiz mumkin. Maslahat olaverasiz. Xo'pmi bizdan?